Aleyküm doktor ahvol qanday bo'lyapti? Bu yangi bachcha inshaalloh. Briket. Qana bir jarayonni ko'raylik-a. Mana bu inshaalloh. O'shamizga gap yo'q. Endi o'zi qahlasa bo'lsa video qilamiz, chunki u gapira olmaydi-da. Shol tagiga tish ham qo'yasan-da? Nasib qilsa birinchi tishlarni to'g'rilab olamiz. Keyin xudo xolasa pastlarga tish qo'yib to'g'rilaymiz. Inshaalloh xudo xolasa umr uzoq bo'lsin shunday ukamizning. Mana yana yangi ukamiz ketdi, mana briket qo'yapti. O'zimizning musulmon birodarlar Tojikistondan, O'zbekiston, Qirg'iziston qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar kelsa inshaalloh xizmatda doktor Akmal, shundaymi? Albatta, inshaalloh. Shu hamma yerga qaraganda arzon va qulay inshaalloh. Telefon qilib kelaverasizlar.